Ijaraga kvartira qidirayotgan mijozlarimiz uchun 2 xonali uyimizga keldik. Joylashuvimiz Yunusobod 15-kvartal, 2 xona, 1-etaj, 4 etajli dom. Orientirimiz Turkiston metrosi. Chiqishlar bilan 2 minutli yo'l metroga Yevroremont mebel texnikalari bilan topshirilyapti. Lokatsiyamiz juda ham yaxshi. Kirishimizdan prixoshkamiz o'ng qo'limizda mana birinchi sanuzelimiz boshlanadi. Sanuzelimiz samishonniy, steralkalarimiz bor, hamma neobxodimiy narsalarimiz bor. Remontlarimiz juda ham yaxshi. Bu yerda esa spalniy xonamiz. Spalniy xonamizning razmeri 270x520 mana spalniy garniturlarimiz ham bor. Shkaflarimiz bor. Plus yana mana shu spalniy xonamizning tagida yana bitta alohida xonamiz bor. Shu spalniy xonamizdan kiriladi. Xo'p, ana endi zal xonamizga kiramiz. Bu zal xonamiz bitta lampochkalarimizni almashtirib olish kerak ekan. Hozirchalik odam turibdi, xudo xolasa uzog'i bilan bir 3-4 kun uyimiz bo'sh edi. Bu xonamizda zal, televizorlarimiz bor, mebellarimiz bor. Bu yerda esa mana kuxnyamiz. Kuxnya garniturlarimiz qilingan, gaz, duxovka, vichka, hamma neobxodimiy narsalarimiz bor. Remontlarimiz juda ham yaxshi. 2 xona, 3 xona qilingan, oila bo'lib, farzandinglar bo'lsa ham tiqilib qolmaysizlar. Bu yerda mana bitta detskiy xona qilib qo'yishgan. Bu yerga mana vstroyniy shkaflarimiz bor. Bu yoqqa bitta xolasanglar egalari kravat qo'yib berishadi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini uy egalari окончательный $500 deb aytishyapti. Agar kvartiramizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib ko'rishingiz mumkin.